Yaqinlarim, assalomu alaykum. Qaranglar, qayerda turibman? Domlarni taniyapsizlarmi? Toshkent shahar, Yunusobod tumani, Yangi Ariq mahallasi, Bog'roq ko'chasidamiz. 36-xonadon savdoga qo'yilyapti. Yaqinlarim, yuringlar, bir chekkadan ko'rsatamiz. Hujjatlari, kadastr hammasi zo'r ekan. Gaz, svet, suv, kanalizatsiyalar bilasizlar, bu joylarda VIP. Bir chekkadan ko'rsatamiz. 3,5 soti, 4 xona, 2 ta ayvon plus bolaxonasini savdoga qo'yilyapti. Kelishtirib arzonroqqa beraman deyaptilar. Men sizlarga endi narx-navolarni hammasini, adreslarini aytaman. Pastda egasining nomerini qo'yib qo'yaman. Prямо uy egasini o'zini nomerini qo'yaman. Savdolashinglar, gaplashinglar. Voy, dod deb o'tirmanglar. Qimmat, ancha arzonga qo'yaptilar. O'shani inobatga olinglar. Mana Fasatda o'zi bir 18 metr. Mana shu toychoni uyi bo'lar ekan. Kelib savdolashib olib qolinglar. Bunda bir ikki so'm pul bilan kelsanglar, ancha arzonga qilib berishadi. Yuringlar bir chekkadan. Bismillahirrohmanirrohim. Bemalol katta kichkina mashinalar turadi. Bu yoqda 2 ta xona, pastda sanuzel xonalar, bu yoqda 2 ta xona plus yana qo'shimcha ayvonlarigacha bor. Hop, bir chekkadan ko'rsatamiz. Bu yoqda oshxonamiz. Kelishtirib arzonroqqa beraman deyaptilar. Bizning kanalda bilasizlar, o'rtakash yo'q, dallol yo'q, makler yo'q. Ozgina remont qilib yuborsanglar, shikkalat zo'r uy bo'ladi. O'zbekona xonadonimiz. Hamma yoq yevropeyskiy bo'lib ketgan, sizlar ham o'rganib qo'ygansizlar. Bu xonadon o'zbekona xonadon. Har bir bandaga nasib aylasin. Qo'ni qo'shishlar zo'r. Narxi ham arzon. Yana bular o'rniga uy joy olaman deyaptilar. Barter ham balkim gaplashsanglar bo'lar. Kiraverish. Bu yoqda mana 4,5 metrga 3,5 metrli ayvonimiz. Bu yoqda mehmonxona. O'zbekona bir 5 metrga 3,5 metrli mehmonxona. Patologlarini ham qaranglar. 70-yillarning patologlari. Yuring, operator. Bismillahirrohmanirrohim. Bu yoqda kiraverish, endi prixochka, bu yoq endi yotoqxona ekan. Kiramiz. Mana bu ham kattagina 4,5 metrga bir 3,5 metr, 3 metrdan oshiq yotoqxona, tashqariga qaragan romlari bor. Yuring. Endi bu yoqda yana 2 ta xonamiz bor. Hozir ko'rsatamiz. Yuringchi. Yuringchi operatorim mana. Mana bu yoqda hozir 2 ta xonamiz bor. Bu yoqni ham ko'rsatib o'tamiz. Narxini ham aytaman. Rahmat shu joygacha ko'rganinglarda. Qani, shundoq kirgan o'rta prixochka. Kattagina bu yoqda mana mehmonlar uchun xonamiz. 4,5 metrga bir 4 metrcha chiqib qoladi. Bu yoqda yotoqxonamiz. Bemalol 2 ta 3 ta oila joylashib oladigan xonadon ekan. Bu ham bir 5 ga 4 xonamiz. Bu uylarimizni startoviy narxini $250,000 so'ralyapti. Egasiga yetdim. Bir 210-220 larga odam chiqsa ham berib yuboring dedim. Savdolashinglar, gaplashinglar. Egasi aytaveradi. Siz to'laydigan odam narx qo'yasiz. Ipoteka deysizmi, barter deysizmi, variant deysizmi, pastdagi egasining nomeriga aloqaga chiqinglar. 2-3 xonali domlarni, tepadaglarni sotib, o'rniga pastroqdan yoki shunaqa uchastka olmoqchi bo'lsanglar, tepada nomerlari aloqaga chiqinglar. Uy joy qidirib yurganlarga jo'natib qo'yinglar. Ketdik biz.